Oyog'inglarni orasida butun boshli Tokio joylashganda, 50 million живой mikroorganizm deganida bu. Mana nechtalar kesib olasizlar-da? Mana просто nechtalar kesib ko'rasizlar. Yana bir marta keling, bu tomonni ham ochib ko'raylik deydi. Yo, noto'g'rimi? Ochib ko'raveradi ular. Sizlar kimga murojaat qilyapsizlar? Murojaat qilyapsizlar jarrohgami? Яичникlarni udalats qilmanglar. Kistalarni udalats qilmanglar. Ularni tozalash kerak. Ekolarni 4 million so'mlarga ham qilib tashlashayapti. Lishba qilib tashlashsa, ularga umuman qizig'i yo'q. Nech pulinglar ketadi, qanaqa vaqtinglar ketadi, qanaqa javob beradi. Sizlar kirasizlar-da, o'zinglar qo'l qo'yasizlar. Davoyim yo'q deb. Mani oldimga agar ikkita tuxumni mana shunday qo'lida ko'tarib kelsa ham, yo, diagnostikadan o'tishimni maslahat qilaman. Siz yaxshi bo'lib ketasiz. Siz to'g'ri bo'lib ketasiz degan vrach bormi? Nimaga hozir shunaqa vrachlar yo'q? Umumiy tendensiyada nimaga hammaga yordam bergisi kelmaydi? Nimaga bitta yo'nalishda yordam berish kerak? Zo'r savol bo'ldi. Tug'dirib yuraversalaring bo'ldi. Dorilarni, darmonlarni marketingi bilan shug'ullanmayman. Menga kerak emas, buni javobi bor. Bolalik bo'ldim deydi. Bo'ldi, men shundan kayf qilaman. Qanaqa tushundinglar? Hammalarga salom. 6 oy muddat ichida ko'p sinovlar keldi. Lekin bu degani biz ishlamasdan o'tirdik degani emas. 6 oy ichida mana Xudoga shukr 136 ta bo'ldimi? 136 ta qiz bo'ldi. Mana aytib o'tib ketaveraman. O'zingiz ham qizli bo'ldingiz. Tabriklayman. Umri bilan bergan bo'lsin. Ismini Dilnoza qo'yishdi. Bu 6-Dilnoza qizimiz bo'ldi. Mana yaqinda o'g'limni ismi bilan bitta bemorimiz Seulda, dekabrda kelib lecheniya olgan. Seulda Maryam o'g'illi bo'ldilar. Ularni ham tabriklab o'tib ketaman. O'g'illarini ismini Sami Bilol qo'ydilar. Ya'ni meni o'g'limning ismini qo'ydilar. Savollardan boshlab ketaveraymi? Mana xronический prostata to'g'risida, o'sha temada qolib ketgan shu xronический prostata to'g'risida gapirib, prosta bitta-ikkita savollarga javob beraman. Ko'p kontent qilish anaqam yo'q. Chunki auditoriyam bilib qolgan, bitta chiqarsak katta bitta narsa chiqaradi deb o'ylashadi, lekin biz bitta chiqarsak prosta biz haqiqatni olib chiqamiz. Mana misol uchun xronический prostata. O'zi umuman nimaga ayol kishi bilan erkak kishi yallig'langan narsani, nimaga kistalarni, nimaga limfalarni, nega fibroadenomalarni ko'kragiga, nimaga folikularni kistalarni, nimaga o'zi ularni borib lecheniya qilishadi. Это надо чистить, buni tozalash kerak, oddiy narsa. Chunki kletka bor. Kletkani xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi atrofi patogen bo'ladi. Lekin bu degani kletkani ichi polniy, пораженный, patogenniy bo'lib ketgan. Net, unaqa bo'lmaydi. Men nimaga yo'naltiraman? Men uy sharoitida profilaktika qilib achitqidan chiqinglar deyman. Xronический prostata, men turib ko'rsataman, nimagadir erkaklar xronический prostatani prosta oyog'inglarni orasida butun boshli Tokio joylashganda, 50 million живой mikroorganizm deganida bu. Живой mikroorganizm. И тут яйцеклетка. O'zi ayol яйцеклетка, а мужчина это сперматозоид. Но яйцеклетка вся такая, nima deydi? O'ziga manit qiladigan bo'ladi, ayol. Erkak kishi dinamichniy bo'ladi, ya'ni spermatozoid. Buni prosta achitqidan chiqarib olish kerak bo'ldi. Bu yerdachi xronический prostata degani nimadir osilib, yiringlab ketyapti degani emas. Это кислая среда. Buni prosta tozalab chiqib ketsa bo'ladi. Har bitta kletkani. Bizda 500 trillionov kletik-da organizmda, to'g'risi hamda. Prosta bu narsani tushunib olinglar. Har bitta kistani, har bitta выделенияni, har bitta slizga oqayotgan uretradan bu narsani hammasini lecheniya qilinmaydi. Bu narsani prosta tozalaydi. Bu narsani tozalashga yo'naltirish kerak. Lekin hozirgi kunda bizda hammasi qiladigan narsasi это таблицирование, это GSPG, это giperdiagnostikalar qilinadi-da, unaqa narsa qilish kerak emas. Endi bu meni fikrim. Men bu fikr bilan misol uchun 40 mingta odamni shundoq olib patogen floradan shundoq tozalik olib chiqib, keyin faqat qaysidir lecheniyaga yo'naltiraman. Prostata. 25 yoshdan keyin prostata xohlasang, xohlamasang bo'ladi.
ayol kishida выделительный sistema xohlasa xohlamasa erga teggandan keyin bo'ladi. Erga tegishdan oldin ham bo'ladi. Menopauzani buzilishi bu faqat va faqat gormonalniy fondagi narushение plus yana дополнительный gormonlarning назначенияsi bilan вообще anchagacha nechta bo'ldi bizada? Nechta bo'ldi? Yozinglar kommentariylarda. Nechtanglarni hayzinglar keldi? Yozib qoldiringlar xohlasanglar. Lekin men ularni где-то bir 5 oy yoki 6 haftalarda endi shu kanal yurg'izadigan odam agar savollarni menga olib kelib bermasa, men ularni ko'rib o'tiraman, ko'rib chiqaman. Hammasini savolini, javobini tayyorlab qo'yganman. Yana bir marta aytaman. Kista bormi ayollar? Kistalarni olib borib, yugurib borib folikularnilarni удалять не нужно, olib tashamanglar. Erkaklar, agar birinchi, ikkinchi stepень varikotsella bo'lsa, bu degani, mana nechtanglar kesib olasizlar-da? Mana, просто nechtanglar kesib ko'rasizlar. Yana bir marta keling, bu tomonni ham ochib ko'raylik deydi. Yo, noto'g'rimi? Ochib ko'raveradi ular. Sizlar kimga murojaat qilyapsizlar? Murojaat qilyapsizlar jarrohgami? Urolog, andrologmi? Da, uni ishi shunga o'qigan, u borib kesadi, все. Lekin undan keyingi bo'ladigan muammolarga ular naq qilmaydi. Bitta narsani tushunib olinglar. Analiz bor. Mana bugun topshirdinglarmi, misol uchun analizni bugun topshirgan bo'lsanglar, voy, hurmatli tam, допустим, Zafar, qarang, sizni analizlaringiz 2026-yilgacha bor ekan, vitamin D shunaqangi zo'r zapasda ekan, sinklaringiz, hamma narsangiz zapas, unaqa analiz yo'q, bo'lmaydi ham. 28 kundan 40 kungacha hammasi o'zgaruvchan bo'ladi. Bugun insulin rezistentlik bormi? Bir oydan keyin u bo'lmasligi mumkin. Oddiy holat bu narsalar. O'shaning uchun analizlarni marketingini laboratoriya bilan ishlab men tushunib olganman. O'shaning uchun o'zimni biochekimni qilib olganman. Ya'ni bitta misol uchun eritrotsitniy anemiyani uni hech kim nimagadir ko'rmaydi, eritrotsitniy anemiyani. Lekin besplodiyani erkak tomonidan anemiyada mana besplodiya bo'ladi-da, immunniy besplodiya deymiz-da. Uni ham ko'rishi bilmaydi hech kim. Ani dodiki, uni ham ko'rishi bilishmaydi. Ular srazu keling ham varikotsellani qilib ko'raylik dedi. Nima o'zgardi? Hech narsa, sperma kamayib ketadi. Kim bormi menga sperma bor, единичный случайlar. Men nechta urolog og'aylarim, nechta ginekolog o'rtoqlarim chegarada gaplashib kelganman, dalshi chegarada gaplashaman. Chunki men dorilarni, darmonlarni marketingi bilan shug'ullanmayman. Menga kerak emas, buni javobi bor. Uchlar men bilmayman. Men bilaman, taniydiganim misol uchun atsklavir. Men uni taniyman. Laborant bitta qiz o'ylab topgan, o'shani hamda Goethe degan laborant qiz atskalavirni o'ylab topgan. Nu, молодец, zo'r ochilish qilgan. Nistatinni bilaman. Men SSR paytidagi beriladigan tabletkalarni bilaman. Men ularni taniyman. Men hozirgi marketingni tanimayman. Kim menga qanaqa protiv gaplarni gapiradi, uni bilmayman. Bu narsaga men tabletkani orqasiga qachon tushdim? Erim o'ldirib ketishganda, men shu narsani orqasiga tushdim. Men bilaman, kelgan odamni har doim pielonefrit bilan keladigan bo'lsa, machigonniyni ko'p ichmagin, snatvorniy bilan o'ynashmagin. Bular hammasi sirrozga olib keladi. Endi bu narsani meni sutlarimni, erim orqasidan sutlarimni protsessda men yanada ham yoritib olib chiqib beraman bu narsani. Chunki bugungi kunda bu ish orqasidan juda ham ko'pchilik jalb qilingan demoqchiman. O'shaning uchun meni bemorlarim, meni klinikamga kelganida, ular meni bemorlarim. Bemorlarim bolalari bilan keldim, bilasizlar. Sani bolang eshiging orqasida. Bo'tdi meni bolam. Temadan chiqib ketyapmiz. Qisqasi, ayollar, yeyishliklarni udalять qilmanglar. Kistalarni udalять qilmanglar. Ularni tozalash kerak. Ahmoq odam kistalarni, miomalarni, eroziya nima degani? Eroziyani olib tashladinglar, mana kuydirib olib tashladinglar. Aychilarda sizlarda flora baland-ku, achitqi sizlarda ko'p-ku. Qanaqasiga? O'yinda, mana misol uchun shaykani точка удаление qilyapti, правильно? Удалять qilishyapti. Точка har bitta ajokka ichida g'ovak paydo bo'lyaptimi? Ichinglardagi oqim, yering aralash leykotsitlarni ketyaptimi? Его много. Bo'tga nima joylashadi? Oddiy yiring. Demak, eroziyani olganinglarda, kuydirganinglarda 2 yildan keyin nima yana bo'lib qolasizlar? Даже еще больше, 6-8 oyda yana boshqatdan bo'lib qolaverasizlar. Bularni tuzatish kerak emas. Bularni просто tozalash kerak. Просто toza bo'lib yursa, все.
Har doim aytaman, biz O'rta Osiyoda yashaymiz. Trioda mало, tiraksina to много, to mало. De shuni hisobini olinglar. O'shaning uchun ahamiyat bergan bo'lsanglar, kongresslarni, master-klasslarni butun dunyodan kelib, именно endokrinologiyani bizada o'tishadi. Biz zo'rmiz-da ular uchun. Bizada bu muammo ko'p. Shitavitka, bezlar bo'yicha. Bezli qo'rqinchli, vashi hech narsa qo'rqinchli narsa virus, infeksiya, mikrob, mana mashina qo'rqinchli narsa, bakteriyalar. Lekin bu narsani oddiy vannochkalar bilan yo'naltirilganman, o'sha narsa bilan. Nima qildik agar vannochka qilganlarda kelib o'tishadi. 38 ga chiqdi haroratim. Chiqsin vannochkadan keyin, chiqsin, 38 ga chiqsin, 39 ga chiqsin, 40 ga chiqsin. Endi meditsinada shunaqa narsa bor, laboratoriyadan bor, Nodira? Bor. Anaerob degan narsa bor. Anaerob gradus baland joyda o'ladi. Sizlarning haroratinglar ko'tarilgan sari hech narsa qilmaydi. 37, 38, 39 haroratda vannochka qilsanglar, temperatura ko'tarilsa, bu degani harorat tanada ko'tarildi degani. Bu haroratda hamma men aytib o'tgan mana shu anaqalarim, neduklar hammasi o'ladi. Realniy narsa-da bu. Ko'zinglarni zreniyasigacha yaxshilanib ketadi. Sizlarga berilgan назначениямdan. Elementarni. Sizlar u narsani dorilarni yemaysizlar, osma ukol sizlarga qilinmaydi. Sizlar просто tazikka suv qilasizlar, tog'orachaga suv qilasizlar, bo'ldi. Tog'orachani ichiga siyib tashaladi. Oddiy narsa ular. Haroratni, suv haroratini ko'tarib vannochkalar qilsa, ko'p narsadan erkaklarni siyishi o'zgaradi. Естественно, tuzinglarni siyishni boshlaysizlar chunki. Oddiy narsalar. Yana prostataga qaytsak, qanaqa holatlardagina operatsiyaga ruxsat bo'lishi? Endi mani oldimga agar ikkita tuxumini mana shunday qo'lida ko'tarib kelsa ham, yo ikkinchi stepen ekan deb qo'lida mana shu ikkita tuxumi bilan kirib kelsa ham, yo buni hali qilishga endi u onkomarkerlar, endi uni rakka tuxumlarni tekshirib ko'rish kerak, endi onkologiyasini ko'rib chiqish kerak. Ekstrenniy holatlarda qilish kerak deyman. O'sha ekstrenniy holat bo'lmasligi uchun qo'rqinchli emas. Rak yichka. O'sha narsadan mana shu diagnostikadan o'tishni maslahat qilaman. Qo'rqmanglar. Borib topshiringlar shu narsani, analizni. Na rak yichka-da. 30 yoshdamisizlar, topshirib qo'yaveringlar. Prosta ko'ringlar. Ayollar ham xuddi shu. Ko'ringlar, prosta o'sha narsa. Yana bitta narsa-da, rak degani qatinglargadir bitta qo'rqinchli bittasi o'tirib olgan emas. Rak degani qaysidir kletka mертвая degani. Всё, shunaqa kletkam yo'qmikan, mana degan narsa. Chunki u yemirishni boshlaydi, hamma joy o'ldirib tashlaydi. Oddiy qozocha narsalar. Rak ana o'shanda ekstrenni shunaqa narsani qilsa bo'ladi. Ya'ni jarrohlik o'tkazsa bo'ladi. Misol uchun testlar qilishadi, tuxumdonlarni. Короче, marketingda, полнейшийda induslar oldin shunaqa ishlagan. Induslar qanaqa ishlaydi? Keladi, o'sha paytda bizda благотворительность bo'lardi. Keladi, yuragi xasta, men o'zim bolam shunaqa anaqa patologiya bilan tug'ilgani uchun men bu narsani rasa zo'r yeb o'rganib chiqqanman-da. Induslar keladi-da, bitta klinika Indiyada filialni ochib tashyapti. Hozir zo'r narsa. Filialni ochib tashyapti-da, filialni orqali faqat Indiyaga borib operatsiya o'tkazish mumkin degan narsa bo'ladi. Eko sentrlar turklar shokda hozir o'zi ham bizda o'tkazilayotgan ekolar ani вообще в шоке. Chunki xabarlar bor. Ekolarni 4 million so'mlarga ham qilib tashyapti. Lishba qilib tashashsa, ularga umuman qizig'i yo'q. Nech pulinglar ketadi, qanaqa vaqtinglar ketadi, qanaqa javob beradi. Sizlar kirasizlar-da, o'zinglar qo'l qo'yasizlar. Davoyim yo'q deb. O'shaning uchun qo'l qo'ygan narsalarni kutib olaverasizlar, strechniy. Ekolar ham induslarga o'xshab ishlaydigan bo'lib qolgan. Keladi, ikkita eko markaz. Turklarniki. Ularning analizi ham boshqacha-da. Nimagadir men hayron. Ularning har doim 0. Ularning har doim 0. Bizani oddiy laboratoriyada tekshirilgan laborant tekshiradi. Bizda 17 yil spid markazida ishlagan laborant o'tiradi. U tekshirganida bizda
patologiyada spermalarimiz bor, hujayralar bor, ну, в общем-da, a ularniki 0. Nima deb o'ylash kerak? U ko'p, в общем, gapirgim ham kelmayapti. Men unaqa yolg'on narsalarni yoqtirmayman. Men uchun har bitta odamning hujayrasi yengillanish davriga o'tadi. Mana boshimdan jarrohlik o'tgan, o'zim bilaman, jarrohlik o'tkazganman. Toki organizm o'zi biriktiruvchi to'qimaga kelmaguncha tashqaridan yot moddalar hech narsaga yordam bermaydi. U faqat vaqt o'ldirishga. Platsebo. Siz yaxshi bo'lib ketasiz. Siz to'g'ri bo'lib ketasiz degan vrach bormi? Siz to'g'ri bo'lib ketasiz degan. Yana bir marta aytib o'taman, vrachlar bilan mani vrachlar hech qaysi biri meni qiziqtirmaydi. Umuman hech narsasi. Ularga положительно ham относиться qilmayman, отрицательно ham относиться qilmayman. Gap shu. Shuning uchun shtiki принимать qilmaylar. Jag'lim chiqqani uchun kelishyapti. Gapirib o'tiraman, tanamni sizda mam narsa ketyapti desam, ha, shunaqa. Lekin borib men operatsiya qildirdim. Bir oydan keyin уже ishib yiringlab ketgandan keyin onkologiya deb aytishdi. Operatsiya qildirgan joyinglarda, murojaat qilgan joyinglardan so'rab olinglar. Men ham xuddi shunaqa imkoniyatni beraman. Muolaja o'tkazilyaptimi? Sizlarga назначение berilyaptimi? Kelib mendan so'rab olgan deyman. Shu. Yana qanaqa savol? Qanaqa holatda kelganlarni qabul qilmaysiz? Zo'r savol bo'ldi. Qanaqa holatda kelganlarni men qabul qilmayman? Men o'z ko'plarni qabul qilmayman-ku. O'z ko'plarni qabul qilmayman. Yo'q, birinchidan человеческий faktordan kelib chiqqan holda madaniyatidan, kulturasidan, qiladigan muomalasidan qanaqaligini bilaman. Muomalaga passivniy odamlar, sразу aytaman-da, muomalasi kammi, muomala qila olmayaptimi, ziqna odam deyman. Tushunasam? Muomalasi takkoy anaqa bo'lsa, bo'ldi. Takkoy nima derdi shunaqa bolalarni? Yo'q, ana bizani paytda aytardi, takkoy chapani bolalar derdi, chapani bolalar. Shunaqalarni o'zi regionlar bilan ishlab уже o'rganib olganman men. Kstati 20 kunlarni ichida Qo'qondagi klinikamiz bitish arafasida. O'shaning uchun juda ham ko'p postupleniya bo'lgani uchun, odamlar qiynalayotgani uchun Xudo xolasa, menimcha bir 25-oktyabrlarga Qo'qonda ochilish qilsam kerak. Ulgursam, o'shanda Qo'qonga kiradigan bemorlar chegara prinsiplar hamma joyda bir xil, ya'ni meniki. Muomalasidan kelib chiqib men qabul qilaman. Muomalasidan kelib chiqib, meni agar soham bo'lmasa, menda o'zi определённый soha yo'q-ku. Men uchun odamni hamma joyi hujayra, men hujayra bilan ishlayman. Tamom. Menda определённый soha yo'q. Men unaqa vrachlarni tushunmayman. Faqat qo'lni ko'radigan travmatologiya, faqat tizzani ko'radigan sinovialniy жидкость bor. Men unaqa doktorlarni tushunmayman. Men serdeечно-сосудистыйlarni, kardiologlarni, bitta kardiologlarni zo'r hurmat qilaman. Men qolgan doktorlarni, misol uchun, endokrinolog, nevropatolog, tam tuda-sudalarni, я их не понимаю. Ginekolog, urolog, men ularni tushunmayman. Vrach umumiy tendensiyada fiziologiyani ko'rib chiqa bilish kerak. Shuni qila olish kerak. Agar shu narsaga kallasi yetmasa, yo'naltirish kerak deb o'ylayman. Chunki meni yoshligimda, bizani paytimizda eslasanglar, bitta terapevtga chiqardik poliklinikada. Olchadan yiqilib tushsak ham, traktor pritsepiga oyog'imiz tilinib, yirtilib ketsa ham, любой narsada bitta terapevt bilan chiqardik. Diareya bilan ham, appenditsit bilan ham, laringit bilan ham, to'g'rimi? Hammasi bitta. Nimaga hozir shunaqa vrachlar yo'q? Umumiy tendensiyada nimaga hammaga yordam bergisi kelmaydi? Nimaga bitta yo'nalishda yordam berish kerak? Qisqasi, erkaklar, sizlar dinamichniy spermatozoidsizlar. 50 million живой mikroorganizm, ya'ni 3 mikroorganizm. Tasavvur qilsam, sizlarning oyog'inglarning orasida butun boshli Tokio joylashgan. O'shaning uchun qaddinglarni baland ko'tarib yuraveringlar. Sanga anaqa gap bu. Tushundingmi teaseringga? Mana syomka jarayonida yana bitta bemorimiz o'g'illi bo'ldilar. Xolmurod o'g'illi bo'pti. 3 ta qizdan keyin o'g'il.
3 ta qizdan keyin o'g'il. Shuning uchun sizga ham xuddi shunaqa. Birinchisi qiz bo'ladi, ikkinchisi qiz bo'ladi, uchinchisiga keyin anaqa. O'zi genetikani ichiga biokimiyani genetikani ichiga kirib ketib qolganda, ko'p genetiklar shunaqa. Endi Toshkentda qaysi genetiklar borligini men bilmayman. Lekin genetika mayda muammolarni ko'ra bilishdi. U narsani ichiga kirib ketib qolaverar ekan odam. Shu, как раз natija bilan. Bizda natijalar ko'p. Endi kimga qanaqa sizga mana natija. Mana misol uchun men anaqasini ko'rsatmayman. Otini ko'rsatmayman. Otini bunday yopib qo'yaman. Mana pastidagi aziz spermiya. Bu 0 bilan kelgan. Bu 0 bilan kelgan. Mana endi tepadagi bizani natija. Men bu narsani ruxsat bermayman qo'yishga, Instagramlarda yoritib borishga. Menga bu kerak emas. Bolalarimga ko'z tegadi deyman. Xafa bo'lmaysizlar. Mana otini bekitib qo'yapman so'rashgani uchun. Men natijalarimni kimgadir isbotlamayman. Keladi, muolajasini oladi, natijasini qiladi, menga telefon qiladi, bolali bo'ldim deydi. Bo'ldi, men shundan kayf qilaman. Qanaqa tushundinglar?